Nigora, to'xtang. Ha, Komil. Nimaga mendan qochib yuribsiz? Men nima yomon ish qildim? Sizga uylanmoqchiman. Nimasi yomon, Nigora? Mana 6 oydan beri bir jamoada ishlaymiz. Sizni yaxshi ko'raman. Ana shu yaxshi bilib turib uylanaman deyishingiz xato. Komil, men ajrashganman. Siz Nima qildi? Men uylanmaganman. Sizga ko'nglim tushdi. Yurakka buyruq bera olmayman. O'tgan yili qishloqqa xolangiz uyiga kelganda hammasini eshitganman. Xolangiz biznikiga chiqqanda jiyanim tuhmatga qoldi. O'zini oqlomadi degan. Uydagilari nomusga chidolmay menikiga jo'natishdi degan. Iltimos, yo'q demang. Yana bolang tushdimi? Hali ham o'sha gap, o'sha mavzu. Erim o'ynashlardan kasal yuqtirib kelaveradi, meni bolam tushib qolaveradi. Jonimga tegib ketdi. Ajrash. 3 yildan oshdi. Hali ham tinching yo'q. Qo'yur. Yurursin o'sha o'ynashlari bilan. Hayotimni bilasan-ku. Akam qarshi bo'lsalar ham tegaman deb shunga tekkanman. Endi qaysi yuz bilan boraman uyga? Akam yig'lab kelsa uyga kirgizmayman deganlar. Bilasan-ku akam. Lobar, oying tushunar. Qayerda? Tushunganlarda borardim-ku. Uni ustiga kelinoyim ham bor. Sal nimadir bo'lsa janjal qiladilar, 102 qiladilar. Shuni dastidan akam 3 marta 15 sutkadan o'tirib chiqdilar. Tinchlik yo'q uyda. Akang o'ynashi bilan tutib olgan kelinoyini aytyapsanmi? Ana ularmi? Assalomu alaykum. siz adasi hozir Kelinoyi, iltimos hamma qilgan ishlarim uchun kechiring. O'shanda bu insonning xotini borligini bilmaganman. Nimalar bo'lganiga tushunmaganman. Meni ham aldab yurgan u. Iltimos kechiring. Qilgan tuhmatlarim uchun kechiring. Hayotim parokanda bo'lib ketdi. Enajon, kechiring. Lobar. Sizni Xudo kechirsin. Endi kechirim so'rashga kech. Yaxshi qol. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Uyda o'zingiz bo'lganingiz yaxshi bo'ldi. Yo'lda kelinoyimni ko'rdim. Boyanaqaga ketuvdi do'konga. Mayli ozgina yo'q bo'lsin o'sha yerda. Quloqim o'shaning shovqinidan ozgina dam olib turibdi. Kelmay tursin. Gapirma. Yo'q aka, Nigora kelinoyimni ko'rdim. U senga kelinoyi emas. Tushundingmi? Akajon, kechira olsangiz meni kechiring. O'shanda Nigora kelinoyimga tuhmat qilgandim. Kelinoyim telefonlarida men yozishgandim, men gaplashgandim. Pulni ham men aytganim uchun o'tkazib bergandilar. Kelinoyimga aybi yo'q edi. Kelinoyimga qilgan tuhmatlarimni jazosini oldim yaxshigina. Kechira olsangiz kechiring aka.
nimalar deyapsiz? Axir kecha Nima sen meni siningda tuhmat qilyapsanmi hali? to'xtang. Ha, endi bu yo'lga o'tdingmi? Yo'q, to'xtang. Kecha klinikdan meni o'tkazib berganda o'zlari qo'limga naqd qilib berganlar. Hozir Keling, ishlamaydigan odamda qayerdan pul bo'ladi? O'ylab gapiring. iltimos, mana ko'ring, 5 million o'tkazib berganman. Ko'rsangiz shuhratga ishoning menga. Qani? Ha? Bu meni erimni ismi Sharifa. Chunki kecha aytdilarda 5 million o'tkazib berish kerak deb, to'g'rimi? 5 million? Manda 5 million nima qiladi keling? Miyangiz aynib qoldimi sizni? Tavba qildim. Unaqa qilmang, iltimos. Oilam turibdi. Akangiz turibdi, iltimos, navbat. Shu oilangiz turibdi keling. Xullas. Senlar bilan qonun oldida gaplashaman. Navbat qo'y, gapiring xudodan. Iltimos, navbat. Nima deykening? Hamisha qilib bo'libsiz-ku. Ha, aytgancha, o'zingiz aytgandingiz-ku, to'ydan oldin sevganim bo'lgan, berishmagan. Balki o'shadir. Bo'ldi. Bo'ldi, yo'qol sen ham ko'zimdan. Sen bo'lsa boshqa buyda. Bu insonga yarashib